Nihoyat biz Ichan qal'a devorlari ustida turibmiz. Men turgan devorning balandligi 10 metr, qalinligi esa ba'zi joylarda 6 metrgacha boriladi. Devor aylanasi 6250 metrdan iborat, ya'ni 6 kilometrdan uzoqroq. Agar men mana shu yo'nalishda harakatlansam va xuddi shu yerga qaytib kelguncha agar qal'ani aylanib chiqsam, 2 soatga yaqin vaqtim ketadi. Men turgan dumaloq minoraning vazifasi nima, bilasizmi? Bu minora atrofdan kelayotgan dushmanni ko'rib turish va nazorat qilish imkonini beradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, qal'a devorining yon tomonidagi shinaklar faqatgina to'g'rini, ro'parani ko'rish imkonini beradi. Lekin yon atrofni kuzatish bu yerdan imkonsiz. Soqchi minoradagi askarlar esa yon atrofni to'liq nazorat qilishgan va yaqinlashayotgan dushman xavfini o'z vaqtida payqab, ko'rib, unga tegishli joylardan, tegishli gradus ostida zarba berish imkoniyatiga ega bo'lishgan.